Roses flowersmi? Ha, xush kelibsiz. Gullar ichib ko'rsam bo'ladi? Ha, bemalol. Ichkariga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Buket tayyor bo'ldimi? Ha, tayyor. Olib ketsangiz bo'ladi. Xo'sh, sizga qaysi gullar ma'qul bo'ldi? Menga umuman farqi yo'q. Gullar vobshe yoqmaydi, lekin sevgan insonimga juda ham yoqadi. Gullarni yoqtirmasangiz, bu yerga nimaga keldingiz? Gullar sevgan insonimga yoqadi. Bu esa menga yoqadi. Ayniqsa tabassum. Balki sizga biror bir maslahat kerakdir. Atrofida spray gullardan bo'lsin, o'rtasida esa qizil atirgul bo'lsin. Ramashga oq bo'lmasin. Ayolimga bunaqa rang yoqmaydi. Iloji boricha qizil, binafsha va rozoviy rangli 3 tasi bitta chiroyli buket tayyorlab bersangiz. Aka, yaxshi ko'rgan insoningizda qachondan tushunishni boshlagansiz? Men uni yonida bo'lganimda qalbimda gullar ochila boshlagan. Gul uchun rahmat. Xalos.